qadriga yetmaymiz. Mana shu holatda payg'ambarimiz sekin endi ko'chib o'tdilar Madinaga. Madinada sizlarni birodarlaringiz kutib turibdi. Ularni ko'chib o'tishlar. Oxiri Hazrati Ali, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh qoldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylariga yig'ilib, Jibril alayhissalom kelib ogohlantirdilar. Bugun sizni qatl qilishmoqchi. Rasulullohni qatl qilishmoqchi bo'lishlar. Hamma sahobalar chiqib ketdi. Oxiri Muhammad chiqib ketsa, kelajagida bular lashkar tortib bizdan alamini oladi. Shuning uchun masalasini hozir hal qilish kerak. Ishni qatl qilamiz deb 12 ta zabardast yigitlarni olib kelishib, 12 ta qabiladan bittadan odamni vakil qilishib, shu Rasulullohni uylarini bo'ralashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylariga Hazrati Alini chaqirdilar. Ey Ali, bugun meni qatl qilishmoqchi. Meni qo'rqonga, o'limga siz yotib turasizmi dedilar. Ya Rasululloh, bitta jonim o'tib tursin, mingta jonim sizga fido. Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh. Manda yotaman dedi. Yotdilar. Shunda meni qarzlarim bor, menga omonat bergan insonlar bor. O'zlariga dushman bo'lgan insonlarning omonatlari bo'ladi. Qarang, Rasululloh payg'ambar bo'lsalar ham ular bilishardiki, dushmanlari Makkada ularga qarshi turganlar. Uzoq safarlarga ketsa, Muhammad baribir omonatni so'rayapti deb omonatlarni berib qo'yishadi. Palonchi pistonchining omonatlari menda turibdi, bular safarda kelmagan, lekin shu atrofda bo'lsa, shu omonatlarni yetkazib qo'yish kerak deb spiska qilib go'yoki shuni berdilarni, shu omonatni yetkazib qo'yish keraklar. Aliga tayinlandilar hazratlari. Keyin o'rab olishganida qo'llariga qurba oldilar. Uyning eshigining orqa tarafidan chiqib, Alloh taoloning oyatini va ja'alna min bayni aydihim saddan va min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Mana Yasin surasidagi biz ularning oldalarini ham, orqalarini ham muravval va ko'zlarini ko'rmaydigan qilib to'sib qo'ydik. Buning oyatini o'qib, ko'zlariga pullarni sochib, shu joydan xuddi oldinlariga o'tganimdek o'tib ketdilar. Ular sezmay qolishdi. O'tdilar. Sekin Abu Bakr Siddiqlarga qarab oldilar. Makka mushriklarini boyagi tayinlangan yigitlar qilichlari yalang'ochlangan, zaharlangan qilich bilan ursa, tirik qolgan yo'lda cho'lda o'tib yo'l qo'ysin degan ma'noda zaharlangan qilichlarni. Kirib, endi xanjarlari bilan o'sha qo'rqoqqa urmoqchi edilar. Bittalari oldin ko'rindi kim edi? Bir ochsa Ali. Bu Ali-ku, yosh bola-ku. Tiyinlar. Boshni yig'ib, bo'lgan xabarni o'zlarining raislariga kattalarga yetkazishdi. Raislari favqulodda majlis qilishdi. Majlis qilishib, Muhammad uzoqqa ketganidan chiqib ketish kerak emas. Agar chiqib ketsa bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilamiz deyishdi. Ular 100 ta martiyani va'da qilishdi. Kim Muhammadni tiriligicha yoki kallasini olib kelsa 100 ta martiya beriladi deb va'da qilishdi. Bu 100 ta martiya o'sha paytdagi va hozirgi paytdagi juda katta mablag' edi. Yadrolarni yaratib qo'ydi. Iltimos. 100 ta martiya. Hozir pullar qizil martiyalar bittasi 30 ming 40 ming dollar turibdi. 100 tasini hisoblasangiz juda katta mablag'. Bu ya'ni 100 ta normal o'rtacha yaxshi elektromobil yoki 3 ta 4 ta qimmat Lamborghini, Ferrari deganlar qimmat mashinalar. Shu narsani va'da qilishdi. Kim Muhammadni tutib qo'ysa, nima bo'lsa ham chiqib ketgan masallar. Makkadagi yigitlarni qatag'iga tushdi. Yetti uxlab tushib qilmagan mablag', yetti avlodiga yetadigan buni bir harakat qilsa, juda katta pulga ega bo'lamiz deb harakat qildi. Biror bir bozor eshik var, teshikli qolmadi. Hamma qilish boshladi. Rasululloh Abu Bakr Siddiq uylariga keldilar. Va Abu Bakr Siddiq do'stim. Bugun Madinada bir Makkadan chiqishga majburlik Alloh ruxsat berdi. Bu yo'limda safardoshim, yo'ldoshim qilib sizni tanladi. Bu yerlardan o'rnimdan turib Rasulullohni qattiq quchoqlab yo'lladilarda alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu kunlarni men orzu qilib Allohimdan so'rab kim hamrohlari bo'lar ekan deb orzu qilar edim. Alloh menga nasib qildi.
nima qilish kerak ya Rasululloh, nima qilish kerak? Ayting, men tayyorman, jonim molim hamma narsam sizga xudo rozı bo'ldi. Ular reja qilishdi. Chiqishdan oldin cho'ponlarni yollashdi. Yo'llar asfalt bruschatka bo'lmagan, qumlar toshlik bo'lgan. Har bitta qadamni izini o'sha paytda isquvarlar iziga qarab turib bilishgan. Tuyani yoshini, tuyani qadamidan va odamning yoshini, erkak ayol necha yoshligini ham qadamdan bilib oladigan ekspertlar degani odamlar bo'lgan o'sha paytda. Shuning uchun shu izlarni yo'qotish uchun qo'ychilarni, cho'ponlarni yollab turib izlarini, qo'ylarni yurishlarini qilib yo'llashdi. Va yo'lda ketayotganda yo'lni yaxshi biladigan. To'g'ri Madinaning yo'li bitta edi. Makkadan Madina. To'g'ri yo'l bilan emas, Qizil dengiz orqali Abyez deymiz edi. Shu Abyez yo'llari orqali yo'lni yaxshi biladigan odamni yo'llash o'zi kerak. Ishni Abdulloh ismli bir mushrikni yo'llashdi. Ularga va'da qilindi. Mablag' Abu Bakr Siddiq berganlar. O'zlarining davrlarida millioner bo'lganlar. Juda pullar odam bo'lganlar. Hazrati Bilolni ozod qilganlar, azoblanayotganlar. Ozod qilib pul berganlar, ozod sotib olib, pullikdan ozod qilingan. 5 pulga ozod qilingan, bilasizlarmi shuni? Hozir bizning pulga 55 ming dollar. 55 ming dollar shunday berganlar, Makka musulmonlari ozod. Men sotib olaman, menga bo'ladi, menga o'tdi deb, keyin ozod qiladi. Tushunasizlarmi? Shu Abu Bakr Siddiq yo'lda har xil holat bo'ladi. Bozorga tushib yaxshi zo'r oq tuyadan, barqa tuyadan sotadi. Undan keyin ani yo'lni ko'rsatadigan odamni yollab turib, agar insonlar bizani, ya'ni qo'yir Rasulullohni Madinaga olib borib qo'ysa, o'nta narxga va'da qilinadi. Bu boshqa bo'lgan dogovor. Keyin 100 ta narxga beriladi degan gap kelib chiqdi. Tushundingmi? Bu gap chiqqandan keyin ham ani gapidan sakravermadi. Makkalik boyga mushrik bo'lsa ham u gapini ustida turgan. Keyin o'zi musulmonlarga va'da qilyapti. Biz o'tib bermaymiz. Lekin shu 100 tani berlari mag'lub qo'ymadi. O'ntami? 100 taga va'da qilingan bo'lsa ham o'zi kim tutib qo'ymaydi. Qo'lini ostida edi. Borib Makkaga, Madinaga yetib boradimi yo'qmi 50 ga 50 edi. Navodo shular bilan birga qo'lga tushib qolsa, buni ham kallasiga tushadi. Aniq. Shu narsani bilib turib bo'lsa ham o'rtaga qildi, lafzidan qaytadi. Mushrik bo'lgan, musulmon bo'lmagan. Hozirgi kunda bizning musulmon insonlarimiz hajga borib kelgan, 5-6 marta umraga borib kelgan, 5 vaqt namozini o'qiydi. Bir-birini shapkasini birini kiydiradi. Aldaydi, pulini olib ketadi, berib turingdi, oladi, aldab, sudrab yuradi. Nima zamonlar? Rasulullohning davrlarida mushrik bo'lib turgan insonlar ham hattoki lafzini turgan. Bo'ldi, kelishuvni qo'l bergan bo'ldi. Dunyoda talabalar kelib chiqdi, dunyoviy fanlarni o'qib, tafsir, hadis, fiqh, shunga o'xshash bilimlarni arab tili o'rganiladigan juda katta territorial masjidlari, sport zallari, baseynlari, shifoxonalari bor. Mana asosiy kirish qismi shu, to Arafat vodiysigacha cho'zilgan maydonga shu joy talabalar uchun qo'yilgan universitet. Tekin o'qitiladi va bu joyda stipendiya ham beriladi. Afrika, Malayziya, Indoneziya, hamma butun dunyodan kelib shu yerda o'qishadi. Suhbatni davom ettiramiz. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga keyin harakatda Abu Bakr Siddiq otalari bor. Yoshlari ko'riydi. Yoshlari katta 80 dan oshgan, ko'zlari ojiz edi. Ko'zlari ko'rmaydi. Shunda ey Abu Bakr Siddiq, Makkaga gapirdi, Muhammad chiqayotganidan seni bilaman, yoshingdan pillab o'sgansan, undan sen ajralmaysan, meni aytganimni baribir qilmaysan, chiqib ketsang ham boyliging tashlab ketma. Maqtullik va bolachaqing bor. Xo'p bo'ladi, otajon bo'ladi. Ularning o'sha beshligi turgan dinor, dirham, pul ishlar o'sha paytda pul bo'lgan. O'shalarni hammasini ag'darib, boshqa xalqlarga ichiga toshlarni sotganlar. Otalari kelib, qaypaslaganlarida xotirjam qilishlik uchun. O'zlari ko'rmaganlar. Otalaridan ko'ra farzandlaridan ko'ra Rasululloh ustun bo'lgan. Nega?
Rasulullohni muborak boshlariga 100 ta nartuya va'da qilindi. Yo'lda har xil holat bo'lib, mabodo qo'lga tushib qolganlarning o'zi shu narlarni bo'lib Rasulullohni qo'chirib chiqdi. Shuning uchun bor boyliklarni nega bo'lgan Abu Bakr Siddiq bor boyliklarni o'zlariga olishdi. Qani shunchalik muhabbat. Keyin chiqishdi. Chiqib Makka bo'tgan uylari Masjidul Haram. Madina o'ng tarafda, Faraza. Ular o'ng tarafga yurmasdan Rasululloh Abu Bakr Siddiq Savr tog'iga hozir ko'rsatilgan g'or tarafga yurishdi. Ular chap tarafga. Bu manevr, azima nima qilish odamlarni chalg'itish. Chunki Rasululloh uylaridan chiqayotganlarida ham kunimizni mana Alloh saqlaydi. Nima qilsalaring qo'llaringni hammani oldida oshkor chiqmadilar. Bozorlarda bemalol yurmadilar o'sha paytlarda. Uylarini oldilariga eshik bo'lsa ham orqa hovlidan, orqa eshikdan bekilib chiqib ketdilar. Yarim kecha shu oyatlarni o'qib. Qaranglar, keyin takbirlarni qilishdi, chalg'itish bo'ldi. Bor, shu boyni toqqa chiqdilar. Chiqqanlaridan keyin Rasululloh endi g'orga kirmoqchi edilar. Uch hayvonlar, har xil ziyon beruvchi chayon ilonlar bo'ladi deb Abu Bakr Siddiq birinchi tozalab chiqdilar. Bir qancha teshiklar bor edi ilonlarning ini. O'zlaridagi material, shu bor narsalar bilan yopdilar, o'sha atrofdagi toshlar bilan yopdilar. Qarasalar ikkita teshik qoldi. Topolmadilar boshqa. Nima bo'lsa bo'ldilar deb bismillah kiring. Ya Rasululloh deb kirgizdi. G'orga kirishdi. Rasululloh endi yerga yonboshlab, kechasidan uxlashmagan, sizlarga o'xshab yuqsirab o'tiribsizlar hozir. Ba'zilar kechalari uxlashmay charchadingiz deb endi o'tirmasizlar, to'xtab turing deb o'zlari o'tirdilarmi? Men tizzamga boshingizni qo'yib, bemalol dam oling ya Rasululloh. Qo'ydilar. Rasululloh boshlarini qo'ydilar. Rasululloh bilan baravar harakat qilganlar, ular ham uxlamaganlar Abu Bakr Siddiq. Ko'zlarini yumib ketdi. Eslari chiqib, aytishdi, teshib oldi. Mana mabodo uxlab qolib, o'shadan bir ilonchi qolib, Rasulullohni chaqpasachi, bularni amallab qo'llari bilan bir teshikni yopdilar. Ikkinchi namozni oyoqlari bilan, tovoqlari bilan yopib, uyquga ketdilar. Azim ushlab turganlari, uxlayotganlarida oyoqlarini olib bir narsa qattiq chaqdi. Ilonlar. Ana o'sha zahridan chidolmadilar. Bizani qo'limizga zirabchani bir minani kirib ketsa, o'rnimizdan sakrab turib, voy dod deb yig'laveramiz. Lekin Abu Bakr Siddiq meni tizzamda Rasululloh uxlayotdilar, tamoyotdilar, orom olayotdilar, ko'z o'rtalanmasinlar deb oyoqlarini qimillatmasdan orqaga chidab bo'shab o'tirdilar. O'tirdilar, oxiri bo'ladi. O'ylagandan yig'laverdilar. Yig'laganda ham ovoz chiqarmasdan ko'zlaridan insonlardi. Alamiga chidolmasdan og'riqqa ko'zlariga yosh chiqib, soqollaridan tomib, Rasululloh muborak yuzlariga bir-ikki tomchi tomildi. Rasululloh hushyor bo'lganlar yonib ketdi. Qarasalar do'stlarning ranglari oppoq. Nima bo'ldi ey do'stim? O'ngli hech narsa bo'lmadi ya Rasululloh. Desalar ham payg'ambarimiz etin-etinlarni oyog'ini bir nima chaqdi shekilli. Oyoqlarini ko'rsatdilar. Muborak kunlarni oldilarda bismillah deb surdilar, o'sha zohidga zahra qoldi. O'shanda 3 kun qoldilar. Bor yegularni yedilar. Boradi 3-chi kuni qizlari Abu Bakr Siddiq qizlari kichkinagina Asmo degan qizchalari bor edi. Qizchalari yetaylab, "Mabodo biz o'sha g'orda bo'lamiz, Makkada nima gap so'z bo'lyapti, o'shani bizga yetkazib berasiz" degan xabarni bergan. Hadazrini bo'lishimiz, yosh katta odamlar hammasi bir-birini orqasidan payloqchilik qilib, Muhammadni atrofidagi ularni yaxshi biladigan insonlarni doim qarab turishadi. Va kichkina qizdan hadazrini bo'lmaydi deb aytishganiga chiqdilar. Hozir ancha makkachilar tinchib qoldi. Hamma Makkaning tashqarisida sekin chiqsanglar bo'ladigan gapni yetkazgani va oziq-ovqat olib chiqqani kichkina qizcha o'sha 749 metr tog'ga chiqqanlar. Keyin 3-chi kuni bu xabar kelgandan keyin 3-chi kuni otliqlar keldi. Hamma yoq qolmadi. Mana mashdan bir savrgan g'or bor. Shu yerda bo'lish kerak buni. Degan ma'noda otliqlar keldi. Shu g'orga qarab talpinib chiqishni boshlashdi. Pastdagi ovoz tepaga eshitilardi. Abu Bakr Siddiq va Rasululloh eshitdilar. Rasululloh xotirjam o'tirar edilar. Abu Bakr Siddiq esa qaltirab o'tib, ranglari oqarib, Rasulullohni quchoqlab yig'lashni boshladilar. Nega yig'layapsiz do'stim? Men o'zim emas. Sizga biror qochadigan joy qolmadi. Biz tutdik-da biza. G'or bu.
Bir odam chiqib qarasa ko'rinadi, qocha olmaydi, qochib qutuladigan joy emas. Biz endi ko'zga tushdi Rasululloh deganlarida shundan chiqishdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir oyat tushirdi. G'arbdagi do'stingizga ayting, ey Muhammad, va la tahzan, inna Alloha ma'ana. Xafa bo'lmang, mahzun bo'lmang, qo'rqmang, Alloh biz bilandir deb ayting degan oyat tushdi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq qancha xotirjam bo'ldi. Aytib beradilar. Bu voqealar bo'lgandan keyin Madinaga borib do'stlariga aytib berganlar bir necha bor. Shundan chiqqan 5-6 odam. Shundan chiqqanda Abu Bakr Siddiq aytadilar, men haligacha esimda kim qanaqa oyoq kiyimda turganligi, oyoq izlari, oyoq kiyimni shunda ko'rib turardim. Ya'ni chiqishgan Allohning izni bilan Alloh amr qilgan bir o'rgimchi qisqa vaqt ichida g'orning og'ziga intilgan. Tasavvur qiling, 1,5 metrni g'or. Bir 10 santimetrni 15 bir yataladi, qo'limizda shataladi joyga burchagiga ish urishim bir hafta mumkin, bir oy vaqt ketar, lekin qisqa vaqt ichida. Shunda Makka mushriklar chiqishdi. Chiqib, eng muttasi bizni to'xtatib, "Voy, bu yerda na inson o'ta tursa, hayvon qush ham kirmagan bo'pti. Eski iskun bu. Bu eski kirmagan." deyishdi. Alloh o'zi asrasin. Ana shu voqealar bo'lgandan keyin ular Muhammad bo'ttanasiga adashimiz deb shu qaytib chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilgan Alloh va shu g'orni tog'lar ulug'ligi ulug'lanadi. Shuning uchun kelib ziyoratchilar kelib ko'rib, shu joylarni eslanadi. Keyin chiqib Madina sari yo'lga ketishgan. Siyrat kitobida Rasulullohning tarixlarini Siyrat-i Nabaviy deyiladi. Bilinglar, Siyrat degani Rasulullohning avtobiografiyalari. Nasablardan tortib vafot etgunlaricha qilgan hamma ishlarni bayon qilingan joyi Siyrat deyiladi. Tushundinglarmi?